Assalomu alaykum. Kia 9 avtomobilimiz 2013-yil 136 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 3.3 ob'yom. Narxi 8 million 600 ming won, 6 ming dollarga to'g'ri keladi. To'rali eshik 5 ключевой достуp. Orqa signallari, orqada multimedia boshqaradigan funksiyalari bor. To'rali sidini isitadi. Old signallar, elektronniy kontrol. Mashinamiz ideal holatda. Sport eco rejimlari mavjud. IPS blokatsiyasi yo'q ekan mashinamizni. Monitor bor. Mashinamiz ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kat 9 yaxshi ko'raman degan akalarimizga sekin tashlab qo'ramiz. Bitta eshik almashgan xolos. Qolgan joyida problemasi yo'q mashinani. Kraskasi toza. Motordan yoqqan joylari yo'q. Ideal holatda. Balon holatlari ham ko'rishlar mumkin. Normal holatda mashinamiz balonlari. 8 million 600 ming, 6 ming dollar. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.